Salom do'stlar, bizni videomizga xush kelibsiz. Video boshlanmasdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Men bugun sizlarga ajoyib rasmlaringizni PNG formatda, ya'ni orqa fonni yo'q qilishni o'rgataman. Xo'sh, biz videoni cho'zib bitirmaymiz va videoga qani go. Biz o'z telefonimizda Play Marketga kirib olishimiz kerak va o'zimiz Play Marketning qidiruv tizimiga Block Ground deb yozamiz. Mana Block Ground Airsiz. Mana shu pastda turgan ilovani yuklab olamiz. Mana shu ilovani mana shu pastda установить yoki загрузка degan bo'lim turadi. Mana shu yerni bosamiz va bu ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Bu ilova orqali siz orqa fonlarni yo'q qilamiz. Открыть va mana bu birinchida turgan load fotoni bosamiz. Va biz bu yerda galereyamizdan o'zimizga kerak bo'lgan rasmni yuklab olishimiz kerak. Men shu rasmni orqa fonini yo'q qilaman. Siz agar sizga bitta fondagi rasm bo'lsa, siz mana bu pastda turgan yulduzchani bosib turib, hozir bu o'chirg'ich sifatida, chunki men orqa fonni o'chiraman. Agar sizning orqa foningiz bitta bo'lsa, mana yulduzchani bosib turgan holatda orqa fonni bemalol yo'q qilib tashlasangiz bo'ladi. Men orqa fonim har xil turda bo'lgani uchun men o'zimni o'chirg'ichimni tanlab, buni birin-ketin o'chirib chiqishim kerak. Qani unda go. Men videoni 3x formatda tezlashtirib yuboraman.
Xo'sh, mana deb bo'ladi, biz bo'ldik. Xo'sh, endi biz mana shu yerda videoni ko'rgan bo'lsangiz, barchasini bo'ldik. Xo'sh, mana bu orqa fon qora qilsangiz bo'ladi. Ortiqcha qolib ketgan joylarni biz bemalol ko'rishimiz mumkin va mana bu 1-2lar. Xo'sh, mana bu yon tarafda ko'rsangiz, mana 5-6 qilsak, ortiqcha joylarni o'zi avtomatik tarzda kesib tashlaydi. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, buni saqlanib qilib olamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Mana bolalar, videomiz ham tugadi. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Va albatta, xo'sh, keyingi videoim qanday bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Va mana shu videoni shortsga ishlatgan elektroshok berish ham o'rgataymi. Buni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Xo'sh, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'sh, bu ilovani Playmarketdan yuklab olasiz. Xo'sh, men o'zim Telegram kanalim bor va Telegram kanal silkasi kommentariy yoki описаниеda bo'ladi. Albatta o'tib kirib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video shu yerda tugaydi. Barchaga rahmat. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, barchangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.